500 ming dollar uchun yonib ketishga tavakkal qilasanmi? Ha, albatta. Mayli, senga omad, sen mendan jasursan, bu juda ajoyib bo'ladi. Bu inson yonayotgan xona o'rtasida. Yo xudoyim, eshikni yop, olov. Xona butunlay yonyapti. Yo xudoyim, bu biz olgan videolar ichida eng aql bovar qilmasa. U inson 500 ming dollar yutib olishi mumkin. Qachonki biz tayyorlab qo'ygan 7 ta tuzoqdan o'ta olsa, zambarakdan uloqtiramiz. Yonayotgan doira ichidan o'tadi. Aql bovar qilmas portlashdan himoyalanadi va juda ko'p boshqalar. Tezroq bo'lish kerak. Agar siz bu janob kimligiga qiziqsangiz, bu professional kaskadyor. Biz uni bu videoda maksimal U qiynaymiz. pulni olib chiqish kerak, pul esa yonyapti. Chetlar, ehtiyot bo'l. 10 minglik ikkita qopni oldi. U yonyapti. U haqiqatda yonyapti. Nolan, o'tuvchiligini olib kel. Qani bo'la qol, vaqtimiz kam. Xo'sh, yetadi. Pullar yonyapti. Yo xudoyim, pullar yonyapti. Sen buni uddalading. Oyog'i yonyapti, o'chiring uni. Yo xudoyim, rosa adrenalin bo'ldi. Sen yonayotgan xonadan 250 ming dollar olib chiqishga muvaffaq bo'lding. Endi qani ketdik keyingi sinovga. Qani ko'zlaringni yech. Ey, sen ikkinchi sinovga xush kelibsan. Yo, bu nimasi endi, biz nega buncha balandamiz? Qanchalik balandligimizni ko'rishni xohlaysanmi? Bunchalik emas. Ha, aytgancha, olovni yoqing. Bu nimasi endi? To'g'risini aytsam, bu videoni olmagunimizgacha suvda olov yoqsa bo'lishini bilmas edim. Jimmy nega olovni yaxshi ko'rar ekan? Bu qabli sinovimiz juda oddiy. Biz turgan joyimizni oldisida 3 ta qopda pul osilib turibdi. Bu yerda har bir qopdan ikkinchisida undan ko'proq pul bor. Pul qancha ko'p bo'lgani sari masofa ham shuncha uzoqlashadi. Tanla. Mana shu 3 ta qopdan bittasini tanlab sakraysan. Agar mana buni tanlasang, senga juda ham ko'p mukofot kutib turibdi. Qara, qanchalik uzoqligini. Bu xavotirli masofa. Qo'rqma, sen faqat yiqilsang, shu olovli suvga yiqilasan. Meni oyoqlarim kalta, lekin juda baquvvat. Yaxshi, qaysi qopni tanlaysan? Agar xohlasang, eng osoni bor, 100 ming dollarlik. Yo'q, u juda ham oddiy. O'zing bilasan. Oy, yo'q. Bu esa ikkinchi mukofot puli. Xohlasang 250 ming dollar yoki 3 metr masofaga 300 ming dollarga tavakkal qila olasanmi? Mayli, keyingisiga yuraman. Yaxshi. 300 ming dollar qoldi. Mayli, bo'lgancha bo'ladi. Va shunday voy. Olovli suv va bu qaychidan ehtiyot bo'l. Yaxshi. Mukofot puliga 50 ming qo'shish hammasiga tavakkal qilishga arziydimi? Sen yana qarorimga shubha qilishni boshlading. Qanday sakrashingni ko'rsatchi, bo'la qol. Ha. Sen 300 ming dollar yutib olding. Rahmat. sakrolmaydi. Hozir qarang, 3 metr chiqmas edi bu joy. 300 ming dollar o'rtada turibdi. 100 millionlab tomoshabinlar. Qani endi ko'ramiz bu nimani uddalay ekan. Boshladik. 3, 2, 1, xayr. Voy yo xudoyim. Bu ortga qaytish kerak. Ushlash kerak. Yaxshi. Qoyil. Sen 300 ming dollar yutib olding. Tabriklayman. 300 ming. Endi like bosib qo'ying, yana 5 ta sinov qoldi. Sen uddalaysan. Biz endi boshladik. Erik yonayotgan suv ustidan yaxshi uchib o'tdi, lekin endi ko'ramiz keyingi sinovdan Erik qanchalik baxtli bo'lar ekan. Qani ko'zlaringni yech. Sen bilan o'sha 300 ming dollaring turibdi. O'sha yutib olganing. Nima deb o'ylaysan? 3-sinov qanaqa? Yana meni o'tga uloqtirasan-da. Sen deyarli to'g'ri topding. Yo'q xudoyim. Bizni sinovni ko'rsating. Yaxshi. Xo'sh, endi senga 3-sinovimizni oddiy qilib tushuntiraman. Seni mana bu oddiy pushkadan uloqtiramiz va sen bu yerda qiladigan ishing ana bu sariq doiraning ichiga borib tushishing kerak. Sariq doiraning ichiga tushsang yutgan puling o'zingniki, lekin mana bu olovli halqaga tusha olsang, yana 50 ming dollar senga qo'shib beraman. Seni mukofot pulingga o'zing hal qilasan. Menimcha ajoyib bo'ladi. Axir men kaskadyorman-ki, bunday ishlar menga cho't emas. Lekin sen ikkala doiraga ham tusha olmasang, hech narsasiz ketasan. Buni esa o'zing bilasan. Bu pushkani qayerga uloqtirishini o'zing mo'ljallaysan. Balki sariq, balki olovli halqa, balki betonga. Bu maxluqqa qarab hayronam qolyapman, ikkilanyapman ham qila olamanmi deb. Dublyorlarni chaqiring. Bu 3 ta dublyor senga. Bularda sen qayerga mo'ljallayotganingni bilib olishing mumkin. Birinchisida qayerga, ikkinchisida qayerga. Agar sen uchinchisida ham to'g'ri topa olmasang, bunisini oxirida o'zing tavakkal qilishingga to'g'ri keladi yoki hech narsasiz qolasan. Agar men birinchisida sariq halqani to'g'ri topa olsam, qolgan ikkitasiga men olovli halqaga tavakkal qilishim mumkin. Shu to'g'ri fikr. Qachondir shunaqa qilaman deb o'ylaganmisan? Yo'q, Lekin qilyapman. Bu 3 tadan birinchi kaskadyor.
Siz bu qatnashuvchini 350 ming dollar yutib olishiga yoki yaqinlashtirasiz yoki uzoqlashtirasiz. Qanday otsa to'g'ri deb o'ylaysan? Teparoq ko'tarish kerak. Qancha tepa ko'tarsan, shuncha uzoq otadi. Shunchaki bilib ol. Yaxshi, boshlaymiz. Balkim sal ko'tararmiz. To'g'ri, biroz ko'tarish kerak. Ha. Endi bu matoqni tushuntirishim oxirgi qismi. Qancha rezinkani uzoqroq tortsang, shuncha bu uzoqroqqa uchadi. Qancha rezinkani bo'shroq qo'yib yuborsang, shunchalik pastroqqa uchadi. Bunisini ham hisobla. Menimcha biz 75% dan boshlasak yaxshi. Yaxshi. Demak, teng o'rtasiga. Ha, o'rtasiga, ha. Yo, xudoyim. Voy, yo'q. Senga bu qo'rqinchli tuyulyaptimi? Ha, juda ham. Bu juda ajoyib bo'ladi. 3 2 1 Otoch! Juda ajoyib. O'q o'rtasiga tushdi. Ikkinchi kaskadyorni olib keling. Qavorang jamoasi. Yaxshi. Sabzrang sariq dumaloqqa tushdi. Sen esa olovli halqaga tushishing kerak bo'ladi. Agar olovli halqaga tushsang, seni tushunaman, men ham yaxshi ko'raman, lekin bugun shu kerak. Men yana jicha tortaman. Yaxshi. Va biroz tepaga. Bu haqida nima deysan? Tez orada bilib olsak kerak. Sabzrangdan ko'ra havorang endi uzoqroq uchadi. Senga oq yo'l. Xo'p, mayli. O'toching. Yo'q, omadsizlik to'g'ri kelmadi. Yaqin keldik. U sariq dumaloq va olovli halqa o'rtasiga tushdi. Yana shunaqa bo'lsa, video tugaydi va sen hech narsasiz qolasan. Ha. Qani qizil kira qol, yaxshi? Erik, bu oxirgi kaskadyor. Hozir hammasini hal qilasan yoki qiyin ahvolda qolasan? Hozir qo'limdan kelgancha mo'ljalladim. Endi qani ko'ramiz nima bo'lar ekan. Pushkani o'qlang. Sen olovli halqaga tushishga harakat qil. 3 2 1 Otoch! Shoshmang. Zo'r, halqaga tushdi. U qirg'og'iga borib tegdi. Men zarbani yana 5 ko'taraman va o'shanda biz xohlagan joyimizga borib tegadi o'rtaga. Hammasi to'g'ri, lekin sen 50 ming dollar uchun hammasini tavakkal qilishingga nima sabab bo'lyapti? Meni otamni sog'liq tomondan muammolari bor. Saraton kasalligiga uchragan. Uni butunlay davolab, salomatligini tiklash uchun menga juda ham ko'p pul kerak. Shuning uchun. Demak, sen bu videoga rozi bo'lishing va shunchalab olovlarga tavakkal qilishingga sabab bo'lgan narsa ota-onangni davolatish. Ha, bu men uchun muhim. Qo'shilaman. Men ham onam uchun shunday qilgan bo'lardim. Endi uni olovga otishga kirishamiz. Bu parvoz unga 300 ming dollarga tushishi mumkin. Aytganimdek, ota-onam uchun hammasiga tayyorman. Endi harakat qilishim kerak. Tavakkal. 3 2 1 Otoch! 300 ming o'rtada 300 ming. Uddaladi, u yerga tushdi. Uddaladi. Va endi keyingi bosqichni 350 ming dollar bilan boshlaymiz. Qani bu yoqqa kel. Qani, mana seni 350 ming dollaring. Ushla. Lekin qopni boshiga kiygizamiz. Nima? Savol berilmasin. Va endi 350 ming dollar pul bilan 4-bosqichga ketdik. Qani oldinga. Ey, sen endi sinovlarni 4-bosqichidasan. Sen bilan esa 350 ming dollaring. Bu katta xona esa salyutlar bilan to'la. Xonaning ustida esa katta meteor bor. Seningcha nima qilamiz? Sen meni pullarimni osmonga uchirmoqchisan agar men ulgumasam. Ha, shunday. Mana bu ilgakni otishing uchun senda 5 minut vaqt bor. Sen mana bu ilgakni u yerga uloqtirgan holatda pulni ilib olib bu yerga tortishing kerak bo'ladi. Qachonki bu vaqtlar 00 ni ko'rsatsa, tepadagi meteor yonadi va qarabsanki, salyutlar bilan to'la xona ustiga tushadi. 5 minut ichida pullaring bilan to'la mana bu yuk mashinasi yurmasa, ular yonib ketadi. Yaxshi, lekin hech ham otib ko'rmaganman. Qiziqarli bo'lar ekan-da. Va senga boshlashimizgacha bo'lgan vaqtda senga yana 50 ming dollar yutishing mumkin bo'lgan ishni aytaman. Endi u yerda 400 ming dollar bor va sen hammasini ilib olishing kerak bo'ladi. Men bu yerga hech narsasiz keldim. Nimadir bilan ketsam yaxshi. Yana bir qop pul, bu yomon emas. Lekin afsuslanasan bitta bo'lsa. Hammasini qilib ko'ramiz. Men ota-onam uchun hammasiga tayyorman, ularning sog'lig'i uchun. Ha, men ham sen tarafdaman. Aytib o'tishim kerakki, meteorni men boshqarmayman. Ular esa haqiqiy salyutlar. Qachonki vaqt tugaganda biz mana bu to'siqlar orqasida bo'lishimiz kerak. Bo'lmasam o'lishimiz mumkin. Men bu yerda o'lishni xohlamayman. Ha, kelishdik, men ham shunday. Xuddi shunday. 400 ming dollar o'rtada. Meteorni yoqing deb baqir. Meteorni yoqing? Baqir. Meteorni yoqing. 3
2 1 vaqtni boshlang. Birinchi urinish. Yaxshi, qop bor. Mana Bittada bitta. Mana shunday jonginam bo'la qol. Qoplar og'ir, u shoshilish kerak. Bo'la qol. Bo'la qol. Tezroq. O meteorni qarang, aql bovar qilmaydi. Tezroq bo'l. Yo'q. Menimcha chalg'itdim. Yana bitta bor jonginam. Yana 30 sekund. Sen uddalaysan. Bo'la qol. Vau, meteorning yonishini. Meteorni o'ylamayman. Olov tutayapti. 5 minutga bormay yonadi shekilli. Yaxshi, yana bitta. 3-raqam. Bu yerda haqiqiy salyutlar, rekvizit emas. Meteor qulasa qo'rqinchli portlash bo'ladi. Juda qo'rqyapman. Bo'la qol, Erik. Erik, bo'la qol. Yana 3 minutdan keyin. Noto'g'ri bo'ldi. Qachonki vaqt tugasa, yuk mashinasi oldinga harakatlanadi va minglab salyutlar portlashini tomosha qilamiz. Filmda. Shu bilan 200 ming dollar bo'ldimi? 200 ming. Menga yordamlash bor. Vaqtning yarmi o'tib oldi va pulni ham yarmini tortdi endi. Yana noto'g'ri. Tiqilib qoldi. Senda yana bittasi bor. Mana bu yerdan olib beraman hozir. Mana busini yil. Tezroq bo'l, vaqt ketyapti. Tezroq bo'l. Sizlar esa qo'llab turinglar. G'alati qilyapsan, gapirma. Bo'la qol. Bunaqa dema. Yo xudoyim, Erik, bunaqa bo'lishini xohlamas edim. Men ham bilaman. U juda ko'p qolib ketdi. Shoshilish kerak. Arqonga o'ralashib qoldim. Oyog'i gilinib qoldi. Yana bittasi. Bo'la qol. Salyutlar portlashiga 2 minutdan oz vaqt qoldi. Xavfsizlik to'sig'idan operator qochib ol. Yordamlash, Jimmy, bo'la qol. Yaxshi, 90 sekund. Yana bittasini yo'qotdingmi? Aylanib qoldi. U yerda 100 ming dollar qoldi. Bizda esa 1 minut vaqt bor. Bo'la qol do'stim. Pulni tashlab ketmaymiz. Men ham senga yordamlashib yuboraman, bo'l. Qopni ustiga taxtani qirg'og'i tushib qolibdi. Bo'la qol, Jimmy, Harakat bo'la qilyapman, qol. buncha qiyin bo'lmasa. 30 sekunddan keyin biz himoya to'sig'ini orqasida bo'lishimiz kerak. Hazillashmayapman, meteor qulaydi. Yana bitta. Yaxshi. Bo'la qolinglar. Qo'chinglar. Bo'la qol, yo xudoyim. 12-13 sekund qoldi, bo'la qol. Meteor 10 sekunddan keyin qulaydi. Ketish kerak, Jimmy. Uni tashla, qani ketdik, bo'l. Qoch, Jimmy, bo'l. Bo'la qol. Yo xudo. Ishim yo'q. Mahkamroq ushla. Bo'la qol, Jimmy. Jim ursin. Yo xudoyim. Ishonchim komil, u yerda qolgan 100 ming dollar yonib kul bo'ldi. Lekin u yana pul yutib olishi mumkin. Keyingi sinovga ketdik. Qani oldinga. 100 ming dollar yonib ketganini sharafiga biz endi uni maxsus joyga olib boramiz. Erik, video boshlanishidagi joyga yana xush kelibsan. Bu xona video boshida 250 ming dollar yutqizgan joying. Biz bu yerda nima qilamiz? Nega bu xonani ko'rmagan Mana edim? ularni yoqing. Kerak emas, bolalar. Endi xona yonyapti. Sen xona yonib bo'lgungacha bu pullarni tashqariga olib chiqib ulgurmasang, sen ularni yo'qotasan. Lekin seni qo'yib yuboraman. Qachonki menga Jack Linsdan qilingan Mr. Beast kolbasasi yoqadi desang. Mayli, men roziman. Buni Jack Lins ishlab chiqargan. Nima deysan? Bu rostdan ham juda shirin. Yana tishla. Olov balatlayapti. Bilyapman, bo'la qol. Bu haqiqiy mazasi. Bunisi ham ajoyib mazali ekan. Demak, sen aytmoqchisanki Jack Linsdan bizni chiqqan yangi Mr. Beast kolbasasi juda ham mazali, to'g'rimi? Seni qo'yib yuborishim uchun, a? Rostdan juda mazali. Yo'q, men ishonmayapman. Rostdan. Hozir qo'yib yuboraman. To'xta, yana bir narsa. Idish qanday ekan? Juda ajoyib, hech ham bunaqasi qayta bo'lmaydi. Issiqdan qochish kerak. Yaxshi, bo'shsan, pullaringni toshi. Pulni toshguningcha. Ketdik bu yerdan tezroq. Qo'y, kelmasa. O'lmoqchimisan? Voy, xo'q. Sen bizni yana bir sinovimizdan omon qolding 300 ming dollar bilan. Sizlar uchun. Siz ham tatib ko'ring. Bizda 4 xil mazasi bor. Bizda har birida 5 grammdan bo'ladi. Pastdagi magazindan sotib oling. Bu sinov yengil bo'ldi. Lekin bundan keyingi sinovda ko'proq pul yutqazishing mumkin. Yo do'stim, bunday demasang-chi. Yana bir kolbasa. U bizni kalbasalarimizdan tatib olgani yaxshi bo'ldi, chunki keyingi sinovga juda ko'p quvvat kerak bo'ladi. Xush kelibsiz 6-sinovga. Nima deysan, Erik? Jen ursin yana olovmi?
biz nafaqat olov, balki bir odamni ham olib